Qanday qilib poytaxt parking abonementini xarid qilish mumkin? Ilovani yoki shaxsiy kabinetni ochasiz. Sozlamalarga kirgandan so'ng abonementlar bo'limini toping. Bu yerda o'zingizga qulay bo'lgan tarifni tanlashingiz mumkin. Yengil tarifi 10 soat 59 ming so'mga. Bu soatlik to'lovdan 41% arzon. Faol tarifi 20 soat 99 ming so'mga. Bunda esa 50% gacha tejaysiz. Doimiy tarifi 50 soat 199 ming so'mga. Bunda esa 60% tejaysiz. Men esa poytaxt 20 faol tarifini tanlayman. Mashinani tanlagandan so'ng to'lov qismiga o'ting. Siz to'lovni bank ilovalari orqali, ulangan karta va poytaxt parkingdagi hisobingizdagi mablag' orqali qilishingiz mumkin va abonement tayyor. Qanday qilib abonementni ishlatish mumkin? Bu yerda siz zonani tanlaganingizdan so'ng avtomobil qo'yishni bosing. Va pastda ko'rganingizdek poytaxt 20 faol tarifimiz mavjud. Har safar kirishda to'lash o'rniga oyiga bir marta to'lov. Qancha ko'p to'xtasangiz, farq shuncha katta bo'ladi.